2026-yil 26-aprel sanasiga do'stlar suvni changlatishdan foydalanilgan valovoy setsalar mana ushlagan, lekin tashlaydigani ham ko'p. Mana endi tashlashni boshladi, lekin tashlagandan qolgani ham o'zi yetadi. Biz aynan valovoylar qilmayotgani uchun valovoy sersalarni qigizish bo'yicha komanda to'playapmiz. Hozirgi kunda komandamizga 100 ta o'z xohishi bilan qatnashadigan odamlar olamiz. Ularda har bittasida eng kamida 100 ta 150 ta valovoy daraxti bo'lishi kerak bo'ladi. Sizlar joylaringni band qilinglar. Yarim odam to'ldi. Bitta unisi bas, daraxt unisini ham olib ko'rsating ana. Bu ham to'kiladi. O'zi kuchi yetmaganlari mana kichkina bo'lib sarg'ayib to'kilishni boshlagan, lekin undan tashqari qolgani ham yetadi. Mana gilos hozir bu yil changlatmaganlarda meva yo'q. Buni o'zlaring yonlaringda bilishlari mumkin. Ba'zi joylarda meva bor. Keyin internet tarmog'ida ba'zi bir yolg'on takam changlatib beraman deb dori sotayotgan odamlar bor. Xushyor bo'lasizlar. Ularda natija bo'lmayapti. Biz juda ko'p bilan gaplashyapmiz. Aldangan odamlar juda ko'p bo'ldi. Shuning uchun hammaga ham ishonmang. Agronomlik xizmati va agronomlik maslahatini bor odamlar bilan gaplashishlarni maslahat beraman. Chunki ko'pchilik dori sotmoqchi bo'ladi, aldaydi. Bu tomondan ko'ring. Mana. Olgan mevasiga baho berasizlar. Valovoylar qiladi, faqat ularda valovoylar nimaga qilmayapti deb ko'pchilik savol beryapti. Valovoylar qilmasligining sababi valovoy kurtaklari ochilgandan keyin kasal bo'lib qolyapti. Shu sababli valovoylarda ushash yo'q bo'lib ketyapti. Bunga sabab hozirgi kundagi texnikani o'ta ko'p rivojlanib ketganligi yoki zavodlarda juda ham ko'p tutun zaharlar chiqayotgan sababli bu kurtaklar u ob-havodagi holatga bardosh bera olmayapti. Lekin buni changlatish uchun preparatlar bor. Inshaalloh Xudo xolasa 100 ta ko'ngillikni olamiz va ular bilan birga ishlab buni oydinlik kiritamiz. Xudo xolasa O'zbekistonda har xil nuqtalaridan bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying. Agar sizda valovoy daraxtingiz bo'ladigan bo'lsa, siz agar ishtirok eta olmasangiz 2027-2028 yil Xudo xolasa inshaalloh bu hamma uchun bir xil holatda kechadi. Lekin hozir sinov tariqasida 100 ta ko'ngillikni 12 ta viloyatda har xil joydan olyapmiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar, like bosamiz va gilos haqida qanaqa savollaring bo'ladigan bo'lsa, aynan gilos yoki boshqa daraxtlar haqida pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bepulga maslahat berilaveradi. Joylaringni bormasdan turib o'rganib 70% aniqlik bilan qaysi ko'chat tushadi yoki qanday daraxtlar yaxshi effekt berishi haqida ham to'liq ma'lumot beriladi. Xudo xolasa inshaalloh ko'rishlaring mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hammalaringning ishlaringni telefonda turib, ko'ngil bilan chiroyli bitirishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Yevrobog' tashkil qilishda davom etamiz do'stlar.